tumani Kayram mahallasida katta kurash boshlandi. Ozodbek polvon yozamiz bakovul nima yozuvchilar. Ozodbek polvon Qaraqirdan Samandar Angor 100 ming puli bor. Halol kurashamiz. Bequz polvon boss. Polvon bakovul bo'lib dedimi, halol haromga bakovulni o'zi javob beradi. Baxtiyor aka ham to'ylarda o'tkazib yurgan yigit. Nima bo'ldi, ne bor? Buni 10 ming pulini beraveringlar. Bu bosdi buni, o chempion bo'tcha. Bermayapti menga da. Angor bor. Sho'rchilik polvon bosgan. Polvon sho'rchidan iziga kelgan ekan. Yozyapsizmi yozuvchi? 100 ming puli. Halol kurashsin. Amin. Alloh akbar. Nima bo'lyapti aka? Baxtiyor qarakan nimani ichishim? Dakki kom, dakki. Ekonmi? Dakki kommi? Men chaqiringni polvon bo'laman. Buyoqqa kelmay bora, buyoqqa kel. Buyoqqa meni ko'raysiz. Yusuf Marqot akadan 100 ming so'm mehmon keldi. Topganlari yaxshi kunlarga, to'ylarga. Mana shunaqa to'ylardan 20 tasini bersin. Amin. Allohu akbar. Dilshod polvon yozing. Qo'shtegirmondan Said polvon. Bir faslga 70 ming. Alloh, kurash bor. Ruslan polvon Termizdan yozing. Otabek polvon Angordan. Yozing. 60 ming puli bor. Amin. Og'aylar mana Mamarasul Yusuf akamizdan 100 ming so'm mehmon keldi. Topganlari to'ylarga, yaxshi kunlarga ketsin. Alloh mana shu to'ydorlar ham borib, shular to'yiga borib xizmat qilib, maishatni uzoqlab qo'yish nasib qilsin. Amin. Zotini bering. Laz Kayrandan. Dilmurod polvon Muzrabotda ekoni 100 ming puli bor. Halol kurashsin, bor. Mana shunday qaranglar-da, halol haromga qaranglar. Birovni kuydirmanglar. Polvon bo'lishimiz o'zidan o'zi bo'lmas. Polvonjon seniki halol. Angor Sherzod. Mo'yin Qaraqir Angor Sherzod yozdingizmi? 50 ming. Amin. Halol bo'lsin. O'rtada. Senikimi? Polvon bosding, halol. O'zi yiqilgan odam biladi, nima chiqib ketadi. Menga o'xshab har doim yiqilib yurgan janjal yuradi. Kayrandan Bobish polvon. Sho'rchidan Jahongir. Bitta faslga 100 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Ahmad Torqa tarafga qo'shilib chiqdi. Ozodbek Angor yozing. Sardoyim chaqirib kurashtir. Mehmonlar kurashmay ketmasin. Quvonch polvon Sho'rchidan yozing. Angordan Nazarbek ekoni 100 ming. Kurash. Amin. Allohu akbar.
Yerga tushsa qo'yib, polvon zahmat olayotganda yerga taylama. O'zing ham ikkovini bir angordan ekan, pasolkadan bilmayman. Qaraqirdan Arslon polvon Qaraqirdan Nursulton kommunizmdan. Ikkovini bitta fasilka 100 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Hozir zot berdingiz isming nima edi seni? Quvonchbekni qarang, yozuvchi aka. Ikkovini ajratdingizmi? Ikkovini 50 ming bor. Kurash. Ikkovi hozir kurashganlar 50 ming. Quvonchbeklarni qarang. Zafar polvon 100 yildan beri klichkasi bomba. Elbek polvon Marksdan. Ikkoviga bitta sarka 100 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Birga to'ylarga ketsin. Shu akamiz yaxshi niyat qilib mehmon keldi qo'yyapti. Boshlari to'ylardan chiqmasin. Amin. Alloh. Qani bizni nevarani, bu yigitni porasi. Mahmud polvonni nevarasi. Bu kurash aytuvdi. Bobur polvon. Angor mustaqillikdan Sho'rchidan bomba polvon bilan Angordan Nurbek polvon Muzravoddan Elbek polvon kurashyapti. 100 ming bir pasilkasi bor. Amin. Alloh. Zoti halol kurashasizlar. Yuqoridan kurashing. kurashing. 100 ming so'm. Sho'rchi. Sen Navshar eding, ha? Isming? Yozing, Dilshod polvon Navshardan, yozib bor. Bo'ldi, endi mayda bolalar tugadi, oxirgi seriyasilar. Oxirgi seriyasilar. Sen Ardim polvon Angordan yozing. Hasilbek polvon Qorasuvdan 50 ming. Bo'ldi, yosh bolalar jo'natma endi. Yosh bolalar jo'natma, ikon kurashini ko'rganim yo'q men. Kim bilan qarab turibdi? Ana shunday borki, bakovullar qaramagandan keyin bizdan eldan so'raymiz nima bo'ldi deb. Qarab turinglar-da, og'aylar. Mendan Murod polvon 100 ming bitta pasilkasi bor. Amin. Allohu akbar. Chiroyli kurashlar yuqoriga. Bandixondan Nur Muhammad polvon, Tallimarondan Firdavs polvon 150 ming bitta pasilkasi bor. Amin. Allohu akbar. Yuqoridan kurashinglar. Endi kattar. Davron bo'ldi bo'lmadiga qara, sen ham bakovullik qilibsan. O'rtaga chet. Yordam qil bizga. Polvonjon. Sen bo'yi ham bosding. Bandixondan Nur Muhammad polvon yana bilan bosding bir zot. Angordan Firdavs polvon kurashyapti. Bu qo'ldagi polvonimiz Bandixonlik polvon. Hozir chet qo'lda bo'lgan. Jahongir polvon Sho'rchidan. Berim sherigini qo'li qaytib ketdi, o'z-o'zini so'rayapti. Voy, beradi zotingni bosding bor. Polvon bu yozing. Sho'rchidan Jahongir polvon Qaraqirdan Alloh taolo rozi bo'lsin chorakamizdan ham.
Shunaqa to'ylarni 100 tasini chorakamizdan bersin. Amin. Allohu akbar. Qo'yma. Ola. Hayda. Endi kattartirib jo'nat, kattartirib. Olang ichyapmi? Yo, ikkovlaringni to'g'ri kelsin ichyapti. Bittang norozi bo'lib, bittang rozi bo'lsang, ikkoving ichyapmi? Aka 25 ming pul bering, ikkovini ichib o'chirtaylar. Ismlaringni aytinglar, o'chirtaylar. Mayerda o'tirib turinglar. Odam jo'natmay tur. Davrada polvon ko'payib ketdi, odam jo'natmay tur. Polvon yerga tushdi. Og'aylar mana temirchilar ham qimilladi. Olim metallomdan 200 ming mehmon keldi. Metallam pul bo'laversin, buyog'i sen Yosh polvonlarda ham o'yin bor. Ziyodli polvon yozing chap qo'limda. Ziyodli polvon. To'ylardan chiqmasin. Amin. Allohu akbar. Mehmon keldini ham pishirib boringlar, ertaga xudo xolasa to'yiga ustiga qo'shib qaytaradi to'yda. Nurmuhammad polvon juda chiroyli. Polvon Angordan. Abduxoliq polvon o'zimizda madaniyatdan, Marksdan, Shorshidan Bongo polvon bilan Jarqo'rg'on Arslon. Elbek polvon. Bir faslga 200 ming puli bor. Halol kurashsana, yuqoriroqda kurash. Davronda olta kurash, davron qara ularga. Kunlar yaxshi kunlarga, to'ylarga Eshitdinglar, 21 yoshgacha davron zo'rini ko'ramiz. Komsomol tovoq. Bitta sarka, bitta faslga 200 ming puli bor. Che, komsomol tovoqni olashaman degan. Mana komsomol tovoq, o'zing kelib olasan. Yerga nikoni qo'y. Og'aylar mana Alisher polvon komsomol tovoqni ko'tardi, qaraqirdan yechilib, aylaning para bo'lsa aytaman. Mana Yerkin keldi. Mana Erkin polvon, mehmon polvonlar yo'qmi, mehmonlar? Alisher bilan kurashadigan mehmon polvon yo'qmi? Agar mehmon polvon bo'lmasa, Erkinni kurashtiramiz. Nikoni qo'yib bering. Amin, ikon kurashasiz. Allohu akbar, ustiga yana to'ydordan yana 200 ming puli ham bor. Tovoq ko'targaningdan keyin majbur chiqasan. Xudo kuch-quvvat bersin, yana to'ydordan ustiga 200 ming. Bobush polvon qayerdan? Kel mana Bobush polvonga sherdan ekan, mahalliy polvon. O'ziga yarasha ke. Komsomol tovoqniki bir sarka, bir pasilka usti 500 ming bo'ldi. Bir ko'rgazma sifatida kurashishlaring kerak. Dunyo ko'ryapti kurashni. Har qanaqa jelak kiyib kelmanglar ishton bilan almashtirib. Alaykum assalom. Yurgan yigit mana shu. O'lat deganiki. Bo'ldi, ishini maylanib kelsin. Kurashadigan. Bo'ladimi? Bitta faslga 100 ming puli bor. Amin. Halollab kurashsan. Shu kurashayotgan polvonlarimizga, to'ydorlarga bitta qarsak bo'lsin.
Jelagini ko'ring, aka yoqmadimi chiqarib yuboring, almashtirsin jelagini. Hozirdan bolalar g'irrimga o'rganmasin. Olaylar kirpigani bir kurashaman deb keldi. Bobojon yordam qiling, bir kurashaylik. O'zi to'g'ri, menga noqulay, lekin bir kurashay deyapti. Chiqing dedi. Dilam kirdi, nima bo'ladi? Bo'ldi, Sherobod bilan Angor chiqib tur. Chiqib tur. Keyin kurashsan. Agar sen mana shu bosadigan bo'lsa, sen kurashsan. Tushundingmi? Bo'ldi, chiqib tur endi tashqariga. Ikkovlar o'rtada, qo'yib olamiz. O'rtada. Polvon qayerdan? Toshkentdan ekan, shu kurashib ketayin dedi. Shu bosh bolalarga boshqa duo yo'q edi. Ikkoviga 250 ming puli bor. Kurashamiz. Ikkovimiz tashqariga chiqib tur. Tashqariga chiqib. Og'aylar, tanishtirib o'taman. Bobushlarning ustiga tog'asining nomidan 100 ming so'm mehmon keldi. Yozib qo'ying. O'sha 100 ming so'mni bosgandan keyin beramiz. 100 ming puli bor. Halol kurashsin. Amin. Allohga bolalar o'tirib tursin, bir ikkita jo'nattir, ko'p jo'natmamay o'zim. Para jo'nat deganda jo'natsin. Isming Nurmuhammad Polvon. Bandixondan. Buni kim ko'rdi, bo'ldi bu va'dasini? Polvon zotini ber. Og'aylar mana polvonlarimiz kattarayapti. Oltinsoydan Samon polvon. Yozing. Termizdan Bahodir polvon. Ikkovini haqqiga bir pasilka 250 ming puli bor. Amin. Halol kurashasizlar. Endi polvonlarni jo'natgan e'lon bor, e'londa aytib o'taman. To'ydorni egalari telefon qilib, polvon aka, soat 4da, 3:30 ga qarab chiqaramiz dedi. Xalqimiz kechqurun ertalabgacha kurash beramiz dedi. Mazza qilib tomosha qilsin dedi. O'sha to'y berayotganlarga bir qarsaklar bo'lsa. Angorda bir narsani aytaman. 20 ta to'y, 20 ta o'tkiz, 50 ta qoramol, 10 ming dollar pul, bitta avtomashinasi bor, u surpriz. Hammani shunday to'yga yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Asilbek Angordan 100 ming puli bor. Yozdingizmi? Yana mayda bolalar jo'natyapsizlar. Qanday odamsizlar? Borni ikon olishmiz. Mayli 50 ming ikon. Ismingdan Oybek polvon. Sheroboddan Oybek polvon. Yozing ikoni 50 ming pul bor. Mayda bolalar jo'natma, duo yo'q. Duo yo'q. Polvon akaga joy beringlar, birovni oyog'i tegib ketadi hozir. Zafar Norman nima bo'layapti? Polvonjon kurashi. Yo'q. Polvonlar davrani Kavsamon tomonda kurashyapti. Yo'q, ajratmayman. Bir sarka, bir faslga 500 ming so'm qo'yilgan. Qora tirkadagi Angordan Erkin polvon, ko'k tirkadagi ham Angor. Muammo nimadaligini? Ali polvon, Alisher polvon. Nima? Yo'q, tushundim, yosh bachcha, lekin bu alin davrasi.
Sheriging norozi bo'lsa, men ajrata olmayman. Kurash. Bomba bor-ku, yiqilishi mumkin, lekin nichiyaga rozi bo'lmaysanlar? Yo'q, rozi. Halol bosibdi. Halol. O'sha qilib aylanib ustidan o'tib ketyapti. Halol bosibdi. Polvonni mehmonni zotini bering. Qum ko'rgandan behrus polvon. Kurashamiz komsomol polvonlar, kurashamiz. Zotlaringni kami yo'q. Sarkasini 1,5 million bo'lgan, 100 ming pul. Og'aylar mana hozir dunyo miqyosida kurashlarda qizlarimiz kurashyapti. Nima deydi? Mana Diyora qizimiz sho'rchidan bo'lsa Diyora keldi yaroq o'xshagan O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib O'zbekiston dunyoga tanitib yursin. Amin. Allohu akbar. 150 ming bitta faslga ber Diyora qizimiz. Bor. O'ral polvon Kalelni yozdingizmi? O'ral polvon. Kalelindan akmal yerimizdan 100 ming puli bor. Amin, halol turasiz. Bayda bolalar jo'natma menga. Mana bular nima qilasan jo'natib? Yosh bolalar jo'natma, endi kattartiramiz. To'xta, yerkan to'xta. Qo'lni qaytarmoqqa. Bir ikkita yoshlar taklif qilyapti. Polvon aka, nima bolalarda shijoat yo'q. Sizlarning kurashlaringiz boshqacha edi. Mazza qilib qarsak chalib o'tirardik. Nimaga bolalar yonib kurashmayapti deyapti. Duo qilaylik, shu bolalarimiz bizlardan ziyod bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Polvonjon qani Kalel, bu yoqqa kel. Zoti nima zoti nima? Zotini ololmaydi. Bosding yana. Sheroboddan Bobur polvon, Termizdan Samandar 300 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Halol kurashsin. Sardor bosdingmi? Mana Javohir polvon
polvon taniysizlar Angurdan. Qayerda bo'lsa borib kurashyapti. Surxondaryo bo'lsa, Qashqadaryo bo'lsa, o'zimiz boshqa rayonda bo'lsa. 73 kiloni men zo'r deganing kelasan, yaxshi zot qo'yaman. Kel. Kel shunga, kim ko'rdi? Nevara bo'lam. Chaqir ekonga. Voy ekonga. Safar Veshtola takadan 200 ming tog'alaridan. Ekov yoshlarni zo'ri, isming Dobishjon, shu yerda mahalliy polvon. Dilshod Angor. Bu ekovni zotini bekor, bu ekovga Hoji boboning nomidan $50 bor. Amin. Halol kurashsin. Sherobod va Angorlik polvonlarimiz kurashyapti. Sherobod va Termizlik polvonlarimiz kurashyapti. Qizil belbog'da kurashayotgan polvonlar Sheroboddan Bodir polvon. Qora belbog'da kurashayotgan polvonimiz Termizdan Samandar polvon.